Assalomu alaykum hammaga. 18 metrlik tarozimiz yuklash jarayonlari. Andijon aeroport oldiga boradi, xudo xolasa bugun borib o'rnatib kelamiz. Bu tarozimiz eniga 2.90, ofishi 3 ta tarozi bo'ladi. Umumiy uzunligi 18 metr. Bu tarozimizning ko'tarish tonnasi 120 tonnaga moslangan. Materiali 22 lik oktavr, ustidagi list 8 lik listdan bo'ladi. Bu 720, nariginisi ham 720 tagirinisi, ustidagisi 360. 3 bo'lganda 18 metrlik tarozi bo'ladi. Bu tarozimizga 5 yil garantiya beriladi. Zapchastlar Turkiyaniki, tonnasi 120 tonnagacha bo'lgan mashinalarda o'lchaydi. Tarozimizni mana tag qismi hamma joyi oktavridan bo'ladi. Ya'ni temirlik tarozi, betonlik tarozi emas bu. Materialdan boshlab zapchast hamma joyga 5 yil garantiya beriladi. Servis xizmatimiz, mabodo 5 yil ichida tarozi tinchib qolsa, ishlamay qolsa, zapchastlari ishdan chiqib qolsa, 5 yilgacha besplatni qo'yib beriladi. Hammasi o'zimiz hisobimizdan. Zapchastlar Turkiyaniki har doimgidek. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Kimgadir ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin. Bu tarozilarimizning narxi metri $900 dan boshlanadi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz ichida 5 yil garantiyasi bilan. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga.